yaxshilab joylashib olib o'tirib oling. Hozir aytadigan gaplarimdan keyin yiqilib tushasiz. O'zi yo'q, lekin to'lovi bor, utilizatsiya sbori to'g'risida gaplashgandik. Yangisi chiqibdi. Ekologiya sertifikati. O'zbekiston kirib kelayotgan gibridlar bor-ku, Li, Aito, Leapmotor, mashinaga o'xshagan u. Parallel gibrid deydi-yu. Motor yo'q. Benzin quyiladi generatorga. Shu mashinalar elektromobil sifatida rastamoshga botuvdi. Именно shunaqa gibrid avtomobillardan ekologiya sertifikatini so'rashayotgan ekan. Yengili. Hozir ekologiya sertifikati nima uchun olinishini aytsam, ag'darilib tushasiz. 22-yildan boshlab O'zbekistonga Euro 4 standartidan past bo'lgan standartdagi ishlab chiqarilgan mashinalarni kirish mumkin emas qilib qo'yildi. Shunaqa qonun qabul qilindi. 2016-yilda Xitoyda qonun qabul qilingan, Xitoyda ishlab chiqariladigan mashinalar, barcha mashinalar Euro 5 standartiga javob berish kerak. Euro 4 standartiga qaysi mashina kiradi bilasizmi? Karburatorli Chevrolet Damas Euro 4 ga kiradi. Nissan L9 mashinasi Damasdan yomonmi, yomon emasmi, shunisini tekshirishar ekan. Tushunyapsizmi? Qat'iy Damas tengi ham emas, chunki Euro 4 kirish mumkin. Euro 4 dan pasti mumkin emas-da. Damaschalik keladimi, qat'iy degan narsani tekshirish uchun beriladi. Mana shu qo'shimcha 2 millionmi, 3 millionmi, 4 millionmi to'lov tadbirkorni bo'yniga tushmaydi, xalqqa bo'yniga tushadi. Faqat xalq to'laydi. Nima deysiz, keyingi to'lov qanaqa bo'ladi? Soqqakashlik emasmi? Nima bo'ladi keyingisi? Oldin bilmagan bo'lsangiz like bosing. O'rtoq-o'rtog'ingizga ham ulashing. Bilib olishadi.